Assalomu alaykum hammaga. Plyus bosib yuboringlar, eshitilyapmanmi? Plyus bosib yuboringlar. Ko'rinyapmanmi? Hammaga assalomu alaykum yana bir bora. Bugun juda ham qiziqarli, Xudo xolisa mavzu bo'ladi. Hammaga assalomu alaykum, 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 hammaga assalomu alaykum. Ah, Xo'p, demak, bugungi mavzuyimiz 7-modul 2-darsimizda og'ir ahvolda tushkunlikka tushmaslik haqida gaplashamiz. O'zi stress haqida gaplashdik. Stress nazariyasi men qisqa qilib to'xtalib o'taman. Bugun sizlarga bitta ajoyib konsepsiya bilan tanishtiraman. Ko'rsatib beraman shu konsepsiyani. Menimcha ko'rgan bo'lishinglar ham mumkin, ilgari balki eshitgan bo'lishinglar. Juda ham mashhur konsepsiya. Mashhur bitta ideya, shunaqa g'oya bor. Umuman olganda muvaffaqiyat haqida. Shunaqa g'oya bor, inson o'ziga ishonchi ishonch haqida. Shunaqa g'oya bor, harakatlar haqida. Bir nechta misollar bilan birgalikda men sizlarga shu narsani ko'rsatib, keltirib beraman. Xo'p, demak, yana bir bora hammaga assalomu alaykum. Umid qilamanki, qolganlar sekin-sekin qo'shiladi. Man qachon. Xo'p, demak, bir chekkadan boshlaymiz. Endi qarab turinglar. Kecha stress haqida gaplashdik. Stress plus tomonlarini men aytib o'tdim. Stressning minus tomonlari ham bor, albatta. Anarog'i stress o'zi minus tomonlari ko'proq, plus tomonlari ham bor, albatta. Bizni miyamiz o'zi shunaqa ishlaydiki, miyaga stressorlar kerak doim. Bilasizlar, tasodifga alinganlar ikkinchi sonni ko'rgan bo'lsanglar, men bu temani juda ham chuqur razbor qilib berganman. Universe 25 degan tadqiqot bor. Ya'ni 25-borliq. Bu tadqiqotda sichqonlar ustida o'tkazilgan tadqiqotda juda ham ajoyib narsa ko'rsatilgan. Qisqasi sichqonlar olinadi, bitta joyga solinadi, bitta zagon qilinadi, kichkinagina zagon qilinadi. Endi sichqonlar uchun katta, odamlar uchun kichkina va u yerda sichqonlar jannati qilinadi. Ya'ni xuddi shunaqa deb ataydi. Tadqiqotchilar aytishadiki, bu sichqonlar uchun jannat deyishadi. Ya'ni ideal temperatura, harorat, sovuq ham emas, issiq ham emas, как раз sichqonlar uchun. Ideal suv, ovqat cheksiz, hamma narsa zo'r qisqasi. Sichqonlar bemalol ko'payishib, shu yerda ichida yashasa bo'ladi. Hech qanaqa xavf yo'q hayot uchun, hamma narsa toza va hokazo. Sichqonlar zagoni 6000 ta sichqonga yetadigan qilib quriladi. Jami 6000 ta sichqonga yetadigan qilib quriladi. 8 ta juft, adashmasam men 16 ta juft yo 8 ta juft, shu joyida men aniq esimda yo'q. 16 ta juft deylik. 16 ta juft, ya'ni 32 ta sichqon qo'yiladi. Urg'ochisi 16 ta bo'ladi, erkagi 16 ta bo'ladi. Va sichqonlar ko'payishni boshlaydi. Tez ko'payadi insonga qaraganda. Misol uchun inson reproduktiv yoshigacha yetguncha ancha vaqt o'tadi, aytaylik 18 yil o'tadi deylik. 18 yil o'tgandan keyingina ko'paya oladi o'zidan. U keyingi bosqichda ham 9 oy kutish kerak. Qisqasi muammolar ko'p. Organizm bizda katta ancha va murakkabroq sichqonniki. Sichqon ancha tez ko'payadi va bular mana bu 32 ta sichqon 2 yil plus minus 3 yil ichida 2000 tagacha yetadi son. Lekin eng qizig'i shundaki, tadqiqotda eng qizig'i va eng qo'rqinchli joyi shundaki, biror marta sichqonlar populyatsiyasi 2000 tadan o'tmadi. 25-borliq deb bekor aytilmagan, 25 marta qayta takrorlangan tadqiqotda 2000 taga yetishi bilanoq sichqonlar populyatsiyasi orqaga qarab ketdi. Hayron qoladigan joyi shundaki, muammolar yo'q, sichqon hech narsadan qo'rqish kerak emas. Hamma narsa ideal, sharoitlar ideal. Naqala suv bor, ovqat bor, hamma narsa bor joyda sichqonlarning tomi ketishni boshladi. Faqat yungini, mo'ynasini yalab turib, mo'ynasiga qaraydigan sichqonlar paydo bo'ldi. Unaqa sichqonlar olimlar krasavchiklar deb atashni boshladi. Hattoki o'zini jinsidagi sichqonlarga qiziquvchan sichqonlar paydo bo'lishdi. Tasavvur qilasizlar, faqatgina insonda yo'q bu narsa. Ya'ni o'zini jinsidagi, mana erkak sichqonga nisbatan qiziquvchanligi paydo bo'ldi va urg'och sichqon bilan umuman hech qanaqasiga aloqa qilmay qo'ydi.
va shuni hisobiga 2000 taga yetgandan keyin sichqonlar populyatsiyasi уже tam katta qismi qari bo'lgan, tam o'zidan nasl qoldira olmaydi. Nasl qoldirishi mumkin bo'lgan yoshdagilar nasl qoldirishga уже qiziqmagani hisobiga hamma sichqonlar o'lib ketavergan. Qayta necha marta shu tadqiqot takrorlanganda, agar tirik organizmga ideal holat qilib berilsa, uni populyatsiyasi bari o'lib ketaverardi. Ya'ni bizga muammo kerak. Ya'ni bizga bu tanaga o'xshagan narsa. Misol uchun mana tanani oladigan bo'lsak, tanangizni yengil holatga tiqib qo'ysangiz, misol uchun faqat yotsangiz, faqat yesangiz, yaxshilikka olib kelmaydi. Yaxshilikka olib kelmaydi. Juda ham katta muammolar boshlanadi. Yurak bilan birinchi o'rinda, asabiy tizim bilan ikkinchi o'rinda, bo'g'inlar sekin-sekin adashmasam osteoporoz deydi, suyaklaringiz mo'rtlashishni boshlaydi va hokazo. Qisqasi tanangiz mo'rtlashib ketadi, siz o'lasiz. Yoki как minimum juda ham kuchsiz sal narsaga kasal bo'lgan inson bo'lib qolasiz. Agar uni teskarisi, har kun o'zingizni qanaqadir, misol uchun sport mashg'ulotlar yuklanmaga o'zingizni qiynasangiz, oyoqlaringiz og'ritsa yugurganingizda, qo'llaringiz, mushaklaringizni og'ritsangiz, deb baqirib turib yuklanma bersangiz, terlasangiz va hokazo, uni teskari siz tanangiz baquvvatlashadi. Ya'ni bizga stress kerak, stress shart insonga. Agar stress bo'lmasa, asabiy tizim ishdan ketadi. Va bu narsani isboti nafaqat insonda, balki mana oddiy kichkinagina murakkab emas miyaga ega sichqonlarda ham bu narsa bor. Nimaga bunaqa? Bizni miyamizda retikulyarная formatsiya degan narsa bor. Men aytgancha mana bitta miyani modeli bor. Kecha marafondan qoldirib ketishgan. Men hozir ko'rsataman. Miya mana original miyani razmeri qanaqa bo'lishini ko'rasizlar. Mana shunaqa bo'ladi. Mana. Mana miyani razmeri bu adashmasam 75-80 kilolik insonning miyasi. Taxminan shunaqa bo'ladi. Ko'ryapsizlarmi? Mana 2,5 va hokazo. Ya'ni bizni miyamizda retikulyar formatsiyasi degan narsa bor va bu joy asabiy energiya ishlab chiqaradi. Asabiy energiyani agar biz ishlatmaydigan bo'lsak, u yo'qolib qola olmaydi. Yo'qolib qola olmaydi, u qayergadir ketadi. Qayerga ketadi? Odatda depressiyaga qarab ketadi. Ya'ni bu narsani hashamatli hayot sindromi deydi. Bunaqa narsa bor. Tasavvur qilyapsizlarmi? Psixologiyada hashamatli hayot sindromi bor. Misol uchun mana o'ta boy odamlarni olaylik. O'ta boy, juda ham boy insonni olaylik. Bill Gates deysizmi, boshqasi deysizmi? Nima uchun o'ziga to'xtamasdan qanaqadir muammolar topadi? Hech o'ylab ko'rganmisiz? Zalda shug'ullanadi to'xtamasdan, tanasiga yuklanma beradi, boradi, skateboard uchadi, yangi proyektlar ochadi, pulni u yoqqa tikadi, bu yoqqa tikadi. В принципе, to'xtab turib, bo'ldi, umrini oxirigacha yashasa bo'ladi. Lekin organizmi bunga yo'l qo'ymaydi. Sababi, o'sha pensiyaga chiqqan kundan boshlab bo'ldi, tamom, sekin o'zini o'zi yemirishni boshlaydi hamma joy. Ishlab chiqarilgan asabiy energiyani qayergadir biz sarflashimiz kerak. Endi men sizlarga hozir bitta narsani ko'rsatib beraman. Bu juda ham mashhur. Muvaffaqiyat kvadrati deydi. Muvaffaqiyat kvadrati deydi. Xo'p, demak, 1954-yil Rojer Bannister. Kim eshitgan? Men deylik, kim eshitmagan bo'lsa plyus qo'yinglar. Minus qo'yinglar. Rojer Bannister 1954-yil. 1954-yil. Rojer Bannister. 1 mila masofa bo'lgan. Shu hozir men 1 milani aniqlaydi, adashmasam 1 kilometr 600 metr. Xuddi shunday 1 kilometr 600 metr ekan. 1 kilometr 600 metr masofani, ya'ni 1 milani 4 minut ichida yugurib bo'lmaydi degan shunaqa gap bo'lgan. То есть 4 minut ichida inson yugurishga qodir emas. Insonning qo'lidan bu narsa kelmaydi. Inson yugura olmaydi, inson qo'lidan bu narsa kelmaydi. Va o'sha 1 milani 4 minutdan tezroq yugurgan, 3:54 da yugurgan, 3 minut 54 sekund yugurgan, ya'ni 4 minutdan pastroq yugurgan birinchi inson Rojer Bannister hisoblanadi. Rojer Bannisterdan oldin asrlar mobaynida bu narsani hech kim qila olmagan. Asrlar mobaynida bu narsani hech kim qila olmagan. Rojer Bannister nima qilgan? Shuni
haligi, qaysidir chempionatmidi, bu olimpiadamidi, men aniq bilmayman. Har holda bu yuguruvchi bo'lgan, begun bo'lgan. Va 1 miliyani o'sha 4 minut ichida yugurib o'tishni o'ziga maqsad qo'yganda, rosa harakat qilgan, oxiri o'xshagan. Asrlar mobaynida bu narsani hech kim qilolmagan. Lekin eng qizig'i joyi bunda emas. Eng qizig'i joyi shundaki, keyingi 1 yil ichida Bannister yugurgandan keyin, mana Bannister shu narsani qildi. Bundan oldin asrlar ichida hech kim qilolmagan. Lekin keyingi 1 yil ichida 37 ta odam 1 miliyani 4 minutdan tez yugurdi. 1 miliyani 4 minutdan tez yugurdi. Ya'ni, bu yerda mana bunaqa narsa ko'rinib turibdiki, sabab natija u yoqdagi qo'yadigan bo'lsak, Rojer Bannister psixologik baryer olib tashlagan. Bundan oldin bu narsani haqiqatan ham imkoni yo'q deb o'ylangan bo'lsa, bir kishi qildi, undan keyin boshqa qashlab qolishdi. Qolgan yuguruvchilar ham o'ylashdi. В смысле, demak bu qilsa bo'lar ekanda. O'zbekistonda xuddi shu narsani men shu o'zimni ko'zim bilan kuzatdim. Shaxsan o'zim kuzatdim. Biz podkastda Begzod aka bilan ham gaplashdik. Bir kishi IELTSdan 9 oldi. 32 yil mobaynida bu narsani hech kim qilmagan. Keyingi 1 yil ichida 14 kishi 9 olyapti. Orqama-ketin 9lar bo'lib ketdi hammajoy. Ahamiyat beringlar. Bu juda ham ajoyib fenomen. Bu psixologik baryer. Bu psixologik baryer. Ya'ni bir kishi nimadir qilmaguncha qolganlar bu narsani imkoni yo'q deb o'tiraveradi. Bu mana bitta biz boshimizda o'tiradi. Endi tushkunlikka odatda nimaga tushamiz? Tushkunlikka yana bir marta, agar patologiya bo'lmasa, depressiya bo'lmasa, agar soppa-sog'lom inson bo'lib turasiz, tushkunlikka to'xtamasdan tushadigan bo'lsangiz, demak siz o'zingizga bo'lgan ishonchingizni yo'qotib qo'ygansiz. Yoki sizga nimadir umuman qilib bo'lmaydigandek tuyulyapti. Misol uchun boy bo'la olmayman deb o'ylayapsiz, pul topa olmayman deb o'ylayapsiz, yoki shu tilni o'rgana olmayman deb o'ylayapsiz, o'qishga kira olmayman deb qanaqadir fikringiz borki, destruktiv fikr, u boshingizda o'tiribdi, u sizga aytyaptiki, "Sen mana buni qila olmaysan" va shuni hisobiga tushkunlikka tushyapsiz. Tushkunlik degani, bo'ldi, men tushdim, men уже hech narsani o'zgartira olmayman degan. Lekin haqiqat shundaki, akalar, haqiqat shundaki, bu psixologik baryer juda ham katta ehtimol bilan va juda ham ko'p holatda bu psixologik baryer. Bir kishigina shu baryerni sindirib bersa, qolganlar o'tib ketadi orqasidan. Sizni boshingizda bor xolos bu to'siq. Siz boshingizda bor xolos bu to'siq. Tushunyapsizlarmi? Ya'ni bitta narsa, mana men sizlarni qanaqadir fantastik dunyoga chaqirmayapman. Haqiqatan ham imkoni yo'q narsalar bor bu dunyoda. Lekin sizni muammolaringiz emasda bu imkonsiz. Tushunyapsizlarmi? Qo'lingiz uzilib ketdi-yu, siz qo'l o'stirmoqchisiz. Bunaqa narsani xohlamayapsiz-ku. Siz realniy insonlarda bor, qolgan insonlar qilib yurgan ish xohlayapsiz. Mashina xohlayapsiz, uy xohlayapsiz, IELTS 8 xohlayapsiz va hokazo. Millionlab odam qilib yurgan ish xohlayapsiz. Ya'ni fantastik qanaqadir narsa emas. Ras shunaqa ekan, ras shu narsani xohlayapsizmi? Ras sizdan boshqa millionlab insonlar bu narsani qilyaptimi? Demak, sizni miyangizda psixologik baryer o'rnab qolgan. Shu baryer turibdi, shu eshik turibdi, bo'ldi, siz o'zingiz chiqarmayapsiz u yog'iga. Juda ham oddiy narsa. Mana o'zingizga savol berasizda, qanday qilib nimanidir o'lchash mumkin? Biz hozir juda ham burchakdagi, chekkadagi narsani ko'rib chiqdik. Hech kim qilmagan ilgari. Bir kishi sindirib tashladi o'sha stereotipni. Bo'ldi, orqasidan tapa qolganlar ham qila oldi. Sababi buni tushundiki, demak qilsa bo'lar ekan. Endi sizlarga savol. Mana misol uchun sizlarda niyat bor. Aytaylik, odamlarning niyati qanaqa? Aytaylik, o'qish, to'g'rimi? O'qish, uy, mashina, o'qish, uy, mashina, IELTS point va hokazo. Qayergadir borish, misol uchun Amerikaga borish. Va hokazo. Ya'ni mana shu har bitta siz xohlagan narsani kimdir qilgan-ku. Kimdir emas, millionlab inson qilgan. Millionlab odamlar, 100 millionlab odamlar o'qishga kirgan. Millionlab odamlar, 100 millionlab odamlar uy olgan. Tushunyapsizlar? Minglab, yuz minglab insonlar oddiy bitta kambag'al oiladan, qishloqdan chiqib turib, kelib turib katta-katta uylarni sotib olyapti. Millionlab insonlar mashina olyapti. Millionlab odamlar IELTS 8 olyapti. Millionlab insonlar O'zbekistondan, Tojikistondan, boshqa joyda Amerikaga boryapti. Va hokazo. Ya'ni siz xohlagan narsani kimdir o'zi qilib bo'lgan. Bu degani, agar siz bu narsani qila olmayapsizmi, demak sizni boshingizda nimadir o'rnab qolganki, shuni tiqilib qolgan va как раз mana bu kvadrat mana shu kvadrat sizga Xudo xolisa yordam beradi. Men hozir tushuntirib beraman, qanday qilib ishlash mumkin. Mindsetga tegishli bu narsa. Ya'ni polniy mindsetni masalasi. Umuman olganda, men nazarimda mindset hamma narsadan ustun.
ishlash jarayonida. Sababi agar mindsetingiz to'g'ri bo'lsa, harakatingiz juda ham dadil bo'ladi. Dadil harakat dadil natijalarga olib kelishi tabiiy. Men harakat tarafdoriman doim. Harakatni qo'llab-quvvatlovchi har qanaqa narsa men uchun to'g'ri. Hech qachon bitta narsani tushunishingiz kerak, pozitiv fikrlash o'zi bilan ish bitmagan. Qachonki pozitiv fikrlashingiz harakatingizga ta'sir qilsagina ish bitadi. Shuning uchun tushunishingiz kerak, har qanaqa sizni miyangizga keladigan pozitiv fikrlar jarayoni sizni prosta tak xursand bo'lib yotishingizga emas, yo'q, ko'proq harakat qilishingizga olib kelishi kerak. Shu pozitiv fikrlash to'g'ri bo'ladi. Endi har qanaqa muvaffaqiyatda, har qanaqa natijada 4 ta asosiy aspekt bo'ladi. 4 ta asosiy aspekt bo'ladi. Qarab turinglar. O'zi birinchisi bu bizning potensialimiz. Bu bizning potensialimiz. Potensial nima degani? Potensial degani bizda bor kuch degani. Misol uchun, aytaylik, Malibu Turbo 2 Premier. Malibu Turbo 2 Premier. Malibu Turbo 2 Premier. Malibu Turbo 2 Premier'i bosishi, ya'ni shu oxiri 270 bilan taqalgan. Speedometrga 270 qo'yilgan. 270 kilometr soatiga yura oladi u mashina. Agar tekis yo'l ideal anaqalar bo'lsa, 270 kilometrga yura oladi. Ko'pchilik O'zbekistonda Malibu minadiganlar, Malibu Premier Turboni minadiganlar Toshkent ichida bo'lsa 70 dan o'tmaydi. То есть 200 kilometr qo'shimcha potensial qoladi doim. 70 dan o'tmaydi. Shaxsan men shunaqa, mana misol uchun menda shu mashina bo'lgan. Men birinchi mashina Malibu bo'lgan. 230 gacha bosganman. Sinaganman. Men 230 gacha bosganman. Yog'iga to'g'risini aytaman, men qo'rqaman bosgani. Balon chiqib ketmasa, aylanib bir narsa bo'lib ketmaydi. 230 qilib, o'shanda ham 40 kilometr potensial qolgan. То есть men umrimdagi eng katta mashinada chiqqan tezligimga chiqsam ham, men baribir 40 kilometr potensial qolgan. Yoki misol uchun mana yaqinda safarga bordik, bitta mashina oldik arendaga. U mashina bahaybat mashina. Tam 330 kilometr anaqa eng katta tezlanish. 700 tot kuchi bor. Buruziqiradan o'tganimiz yo'q biz. Eng katta trassalar Buruziqira. Shu u yog'iga o'tolmaysan ham, chunki birinchidan mashinaga borib taqalib qolasan, ikkinchidan va hokazo doim potensial qoladi. Potensial sizni umumiy imkoniyatlaringiz. Ya'ni chegara bor, yana bir marta men cheksiz imkoniyatlarim cheksiz deb o'ylash xato. Chegarasi bor, lekin u chegaraga yetib borish juda ham qiyin. Agar imkoni bo'lsa. Men o'zini potensialni chegarasiga borgan insonlar shu paytgacha ko'rgan emasman. Shaxsan men o'zim potensialimga hali yaqin ham kelganim yo'q degan fikrdaman. Ya'ni tushunib olishingiz kerak. Potensial bu sizda bor imkoniyatlar. Sizda bor imkoniyatlar. Misol uchun potensialingiz 100% deb oladigan bo'lsak, siz mana shu 100% dan tam, bilmayman necha foiziga yashaysiz. Nima deb o'ylaysizlar? Potensialning necha foizini ishlatasizlar? Nimaga qodirsizlar aslida? Qanaqa yashayapsizlar? Foiz o'lchamida bera olasizlarmi shu narsani? Habib aka, menga ozgina suv berib yuboramiz. Nima deb o'ylaysizlar? Potensialingizni, o'zingizni shaxsiy potensialingizni necha foiziga yashayapsiz? Necha foizini ishlatyapsiz? Va qancha zapasda bor hali? Mana 35, hech kim 100 deb yozmaydi katta ehtimol bilan. Ishoninglar, hozir mana shdiki Zafar aka Hoshimov, Murod aka Nazarov olib kelib turib, ulardan so'rasam ham 100 deyishmaydi. 100 emas ularda ham даже. Mana 5, 10, 40, kimdir даже 50, kimdir 3 deyapti va hokazo. Qisqasi, masala nimada? Sizda siz o'ylagandan ancha katta kuch bor va bu narsa aniq. Hayotingizda, umringizda biror marta bor kuchinglar bilan ishlagan inson emassizlar. Bor imkoniyatinglarni joyiga qo'yib, bo'ldi, men sindirib tashlayman deb o'tirib olib, shu 1 yil mobaynida, misol uchun, hatto 1 yil mobaynida boringlarni tashlaganinglarda, hozir IELTS 8inglar ham bo'lardi, o'qishinglar ham bo'lardi, boshqa narsanglar ham katta ehtimol bilan qilib bo'lgan bo'lardinglar. Juda ham katta qismini. Ko'pchiliginglar mana o'zingizlar subyektiv anaqanglar bo'yicha 20%, 25%, 10%, 50%, 40%, 30%, 5%, 3%, lekin birortanglar 100% emas. Ya'ni potensial bu sizning 100% kuchingiz. U qayerda yotibdi, kim nimaga qodir men bilmayman. Orangizda milliarderlar bordir, orangizda daholar bordir, Xudo biladi. Endi birinchi o'rinda sizda shu potensial bo'ladi. Ya'ni bitta narsani tushunishingiz kerak. Mana ko'pchilik yozyapti. Kimdir 50% dedi, kimdir 3% dedi. Hamma har xil baholayapti. Lekin mana shu potensialingizdan kelib chiqqan holatda siz harakat qilasiz.
Siz harakat qilasiz. Endi harakat masalasi juda ham tig'iz. Man doim bitta narsani o'ylayman. Odamlar, mana misol uchun mani o'zimni potensialim bor. Mani o'zimni potensialim bor. Esimda bor, am, pulsiz, esimda bor, tam mana misol uchunda i tushunishingiz uchun, man bu narsani uyalmay gapira olaman. Shimma man bu orasi, hamma eski shimlarimni orasi, jins shimlarim oyog'i orasi polni yamalgan bo'lgan. Yamalgan bo'lgan, chunki yilib ketadi. Manda son katta, ilgari ayniqsa ko'p shug'ullanganimda oyoqlarim katta-katta bo'lgan. Aaa, yurishingiz hisobiga songa ishqalab yamalib ketadi. Og'aynim bo'lardi, Azimov Fatham, hozir ham bor u do'stim. U yigit chevar, polni yamalgan shim kiyib yurgan emas, sababi yangi jinsi olgani, qorni og'rirdi. Qimmat edi jinsi. Jinsi qimmat edi. Hozir ham kiyim olib bo'lmayman. No baribir u paytda tем более judayam men uchun bu narsa og'ir bo'lgan. Ya'ni shu mana yamalgan shimda yurganman. Shu 4 yil universitetda o'qigan bo'lsam, 4 yil yamalgan shimda yurgan. Yamoq tushgan shim yoki u yog'iga yoki bu yog'iga yangi shim olgani, borib boshqa narsa yoki kimdir menga jins sovg'a qilsa, vashi men eng zo'r inson menga jins sovg'a qildi va hokazo. Yoki o'sha paytlari ham men esimda bor, mnemonika bilan shug'ullanish jarayonida men o'ylaganmanki, hadebek mana shu narsani qilsa bo'lardi. Ya'ni o'zimni potensialimni borligini sezardim. Mana ko'pchiliklar bilasizlar, agar sezmaganingizda mana shu narsani yozmasdinglar. 20%, 5%, 10% va hokazo deb yozgan bo'lmasdinglar-da. Pulsizlik, mana bu aytaylik qanaqadir bir butun dunyo sizga qarshi chiqish hissiyoti baribir hammada paydo bo'ladi. Ayniqsa ishinglar o'xshamagan paytida. O'shanaqa paytda ikkita turga ajraydi inson. Srazu ikkiga ajrab ketadi. Bittasi tushkunlikka tushib ketadi, ikkinchisi o'ylaydiki, men qilayotgan ishimni qaysidir foiziga qilyapman xolos. Agar ko'proq qilsam, men ko'proqqa erisha olaman degan chuvstvo paydo bo'ladi. Mana shu chuvstvo orqali men tortib ketganman o'zimni. Har holda hozir retrospektivada shunaqa tuyuladi. Lekin bitta narsani tushunishingiz kerak, agar siz potensialingizni sezib tursangiz, siz deyarli hech qachon tushkunlikka tushmaysiz. Va harakatlaringiz odatda mana shu potensialingizni aniqlashingizga bog'liq. Ya'ni biz o'zimiz potensialimizni sezishimiz kerak. Men sizlarga hozir bitta mashq beraman. Hozir qolganlarni yozishdan oldin. Vazifa deb qabul qilsanglar bo'ladi. Keyin vazifada ham yana bir marta tushuntirib o'taman. Potensialingiz o'zi qayerda? Siz kimsiz? Shu narsani yaxshilab o'ylab yozib chiqish kerak. Bitta karta tuzib chiqsangiz ham bo'ladi. Fakt karta tuzib chiqsangiz ham bo'ladi. Turdiyev Davron nimalarga qodir? Misol uchun o'zi mana bu hayotda tug'ildingiz. Bu hayotda tug'ildingiz. Bitta narsani men doim o'ylayman, tug'ilmagan insonlarni ishida-da. Ya'ni bu hayotda tug'ildik, hammamiz o'lamiz va bu bizning baxtimiz. Sababi tug'ilmasdan mana shu hayotni ko'rmasdan o'tib ketgan insonlarni ishida. Umuman bu hayotga kelishi mumkin bo'lgani kelmagan insonlar qanchada. Bunday o'ylab qarasangiz potensialni siz tug'ilmasligingiz ham mumkin. Rost tug'ildingiz, shu dunyoda turibsiz va nimadir qilishni boshlayapsiz. To'g'ri, Amerikada tug'ilmadingiz, dunyodagi eng kuchli davlatda tug'ilmagandirsiz, O'zbekistonda tug'ildingiz, kimdir qishloqda tug'ilgan, kimdir Toshkentda tug'ilgan, kimdir shaharda tug'ilgan, kimdir popda tug'ilgan menga o'xshab. Kimdir boy oilada tug'ildi, kimdir boy oilada tug'ila olmadi, kimdir otasi bor, kimdir otasi yo'q va hokazo. Lekin tug'ildingizda sizda nabor bor. Ya'ni qanaqadir imkoniyatlar nabori bor. Kimdir bor, tanish bor, tilingiz bor misol uchun. Aytaylik, menda eng katta kuchli pluslardan biri rus tili bo'lgan. Men bilim olishga imkoniyatim bo'lgan. Doimiy ravishda kitoblar o'qiganman, boshqa narsa qilganman va hokazo. Endi o'sha potensialingiz qayerda? Shu narsani yozib chiqishingiz kerak. Ya'ni mani potensialim qayerda? Men kimman men o'zi? Nimaga qodirman men? Men bu dunyoga kelman ozgina vaqtga, 70 yil, 60 yilga yoki 80 yilga. Okay, men bu dunyoda mana shu qoidalarni ishlatgan holatda nimalarni qila olaman? Qatga bora olaman. Nimaga misol uchun Zafar aka 137 ta korzinkani ochib turib, milliard dollar pul topyaptilar. Men nimaga bu narsani qila olmayman? Nima farqimiz bor? Qayerda? Balki ular potensialni 80% ni ishlatayotgandirlar. Men 5% ni. Balki meni 80% o'sha 80% dan kattaroqdir o'zi aslida. Shu haqda bir marta o'ylab ko'rish tavsiya qilaman. Zapasi bor inson, ichida o'sha kuch bor inson, o'sha narsani his qilib turgan inson deyarli hech qachon tushkunlikka tushmaydi. Yirtqichimda, katta yirtqichimda, yamog'lar tushgan shimda, ovqatsiz, pulsiz, bir tiyinsiz yurgan paytimda ham men chutki bilganman nima qilish kerakligini. Sababi bilardim, shu narsani qila olaman.
o'xshamaganda ham даже tushkunlikka katta ehtimol bilan tushmasdim. Chunki o'xshamasligi bu mani hisobimga bo'lmasdi, mani nazarimda. Ya'ni boshqa qanaqadir faktorlar bu narsaga ta'sir qilardi. Lekin tushunishingiz kerak, agar sizda zapas bo'lsa, ichingizda qanaqadir zapas bo'lsa, o'sha zapasni o'zi stress sindirib tashlaydi ko'p holatda. Siz bilasizki, yo to'xtab tur, men o'zi aslida qila olmayman, lekin bu safar o'xshamagan sababim bor. Men prosta bilmayman nima sabab, balki tam nasibdir, balki mana shunaqa bo'lgandir, lekin mani qo'limdan bu narsa keladi. Va agar shu narsani, men bu narsani tushunib olsangiz, siz shunga yarasha harakat qilishni boshlaysiz. Shunga yarasha harakat qilishni boshlaysiz. Harakat nimada ifodalanadi? Misol uchun men kechalari bizda do'kon bo'lardi. Men do'kon ochganman. Ikkita smenada ishlardik. Tak 2000 adashmasam 16-15-yillar haqida gap ketyapti. Universitet tamomlab bo'lganmiz. Bu ikkinchi, u uchinchi do'konim o'sha, uchinchi do'konim. Birinchi do'konim shu uchinchi kursni bitirganimda ochganman. Dabdala bo'lgan. Uchinchi do'konni ochganman. Og'aynim sarmoya kirgizgan. Men polni boshqarardim. Kunduzi ishchi turardi. Men kechqurun kelib ishlardim. Kechqurun soat 9 da men smenani qabul qilardim. U ketardi uyiga. Tima degan bitta Rossiyaga ishlagan bizda. U ketardi uyiga, men ishlardim. Men kechasi bilan ertalabgacha narsa sotardim. Kechqurun savdo zo'r bo'lardi. Kunduziga qaragan. Shunaqa Cheromishka degan ostanovka bo'lgan. Savdo qilinardi. O'sha payt mani bitta eski daftarim bor. Supermenga kim qatnashgan bo'lsa biladi. Men jahon chempionatiga tayyorlanib o'tirardim kechqurun. Ya'ni mani harakatlarim mani potensialimga bog'liq bo'lgan. Men o'ylaganman, men shu jahon chempionatiga bora olaman, men shu ishni qila olaman, men federatsiya ocha olaman, men eslab qolishni umuman hech kim xayoliga kelmagan yo'nalishni O'zbekistonda rivojlantira olaman. Bu narsa meni qo'limdan keladi va shunga nisbatan harakat qilaman. Klientlar kirganda do'konga men daftarimni yopib, shu qilib o'tirgan ishlarimdan chalg'ib, keyin savdo qilib, keyin yana qaytardim. Ya'ni harakatim shunga yarasha bo'lgan. Potensialingizni agar siz to'g'ri aniqlab bila olsangiz, potensialingiz qayerdaligini tushuna olsangiz, siz shunga yarasha harakat qilishni boshlaysiz. Va mana tasavvur qilyapsizlar, juda ham ko'p odam xayoliga kelmaydigan narsa-da. Uyda pul yo'q. Do'kon dabdalasi chiqib ketdi. $1,500 bo'ynimda qarz. Qayerdan topaman bu pulni, men Xudo biladi, bilmayman o'zim. Olganman, do'kon ochganman. Ikkinchi do'kon yopildi. Hozir men bu Cheromishkaniki oziq-ovqat do'kon yopildi. Bitta prorabda mendan qarzi bor, yegani ovqat yo'q. Men boryapman, o'sha prorabga aytyapman, "Voy, menga pul ber." Anaqang qolib ketgan, sovdang qolib ketgan 200 ming so'm. Aytyapti-ku, pul yo'q. Qopda kartoshka bor, olasang olib ket. Kartoshkani olyapman. Setkaga solyapman, ikkita setka kartoshka olib ketyapman. Og'aynimga telefon qilaman, aytyapman, "Davay menikida qol bugun" deyapman. Men bitta o'zim yashaganman. Faqat deyapman, bitta yog' olib deyapman non bilan. Uyingdan yog' ol, non ol, bo'lka non. Kartoshka qovuryapman, maza qilib yeyapman. Endi masala nimada? Bu holatda ishonaveringlar, ko'pchilik men ko'rgan reaksiyam qanaqa eslab qolish. Men bu narsa bilan shug'ullanmayman. Tomim joyidami, undan ko'ra borib ishlaganim yaxshi, undan ko'ra buni qilganim yaxshi, undan ko'ra buni qilganim va hokazo. Nima qilishimdan qat'iy nazar, maktabda ishlaganmanmi, stroykada ishlaganmanmi, sovun sotganmanmi, do'kon ochganmanmi, pulsiz uyda o'tirganmanmi, hech qachon men eslab qolishga nisbatan harakatimni to'xtatgan inson emasman. Hayolimni bir chekkasidan ham o'tmagan hech qachon Davron mnemonikani to'xtatishing kerak degan narsa. Sababi men bilardim, men potensialim shu narsani tortadi. Ya'ni men buni to'g'ri baholab berish sizni harakatingizga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiladi. Qanchalik potensialingiz to'g'ri baholansa, shunchalik harakatingiz siz kuchli bo'ladi. Endi harakatga nisbatan natija keladi, akalar. Natijani olasizlar. Natijani olganingizdan keyin hayotingiz sekin-sekin o'zgarishni boshlaydi. Natija haqida men kecha gapirdim. Накопительный effekt degan tushuncha bor. Ya'ni to'planish effekti bor. Yoki boshqachalab kumulyativ effekt deydi bu narsani. Siz harakatda to'g'ridan-to'g'ri baholashni o'rganmang. Ya'ni men harakat qilsam, srazu natija olishim kerak. Fuflo gap, oldindan aytyapman. Srazu natijani 99% harakat bermaydi. 99% holatda harakat to'planuvchi natijani beradi. Ya'ni siz natija qilmasdan ko'p harakat qilaverasiz, u shundoq keladi, bitta yorib beradi bir kun. Mnemonika bilan ham xuddi shunaqa bo'lgan. 2013-yilda men boshlaganman. 2013-yilda men boshlaganman. Mana 11 yil bo'ladi bu yil. Xudo xolasa qaranglar. Keldim, yurdim. 18, 19, 20-yilda pandemiyada o'zini 7 yildan keyin o'zini natijasini beryapti. U paytgacha men mnemonikadan hech qanday natija olgan inson emasman, lekin tashagan emasman. Masala shunda, tushunyapsizlarmi?
Ya'ni 2013-yildan beri o'sha narsani qilib kelganman. Boronbir qanaqadir o'zimni abstrakt qanaqadir xayollar, qayerdandir federatsiya xayolim kelgan, yana nimadir kelgan, qilingan. Aytaylik 19-yilda birinchi natijalar ko'rinish boshlagan bo'lsa, 20-yil boshida birinchi o'quv markazim ochilgan bo'lsa, pandemiya tars urib yorib tashlab, o'quv markazim shuni yopib tashlagan bo'lsa ham, farqi yo'q, onlayn kurslar boshlanib ketdi. Shu joyda hamma narsa aylanib ketdi. Ya'ni hamma uchun minus kelgan narsa, pandemiya kelgan narsa, man shuncha 7 yil to'plab kelgan narsani bitta aylantirib yubordi. Plyus qilib aylantirib yubordi. Ya'ni ko'ryapsizlar, potensialingizga ishonsangiz, bilsangiz qayerdaligini u narsani, harakatingiz shunga nisbatan bo'ladi. Nima bo'lishidan qat'iy nazar harakat to'xtamaydigan bo'lib qoladi. Bunga nisbatan natijani olasiz, lekin natija o'z boshimcha narsa. Ya'ni tushunishingiz kerak, men kecha ham tushuntirdim, natija to'planuvchi narsa. Ba'zida shunaqaki, qilaverasan kelmaydi-da. Tushunyapsizlarmi? To есть men misol uchun, mana meni holatimni ko'ringlar. 7 yil vaqt o'tibdi birinchi natijani ko'rgunimcha. 7 yilda emas, 4 yildan keyin tashlab qo'ysam bo'lardi. 4 yil o'tib turib, mnemonika menga bir tiyin foyda bermayapti. Nima qilaman deb tars tortib yuborsam bo'larmidi? Bo'lardi. Lekin bunaqa narsa bo'lmadi-ku. Va katta ehtimol bilan aynan shu narsa keyin turtki berdi. Bu to'planib keladi. Shu narsani tushunib olishingiz kerak. Endi qarab turinglar. Natija harakatdan keyin natija sizlarga ishonch beradi. Ishonch beradi. Ya'ni natija olganingizdan keyin o'zingizga ishonishni boshlaysiz. Misol uchun men Rossiya rekordini o'rnatganimda, men doim aytaman shu narsani. Men o'qituvchi bo'lib ketganman u yoqqa, anaqaga, Rossiyaga. Va 4 kun ichida men rekordsmen bo'lib qaytib kelganman. Bo'ldi, tamom. Men o'sha joyda o'sha narsani qila olganimdan keyin men tushganman, men tushunmaganman nima bo'lyapti. Bu yerdan turibdi, meni quchoqlayapti, u qo'limga nimadir berishyapti. Men chiqib ketdim. Razdevalkamga kirdim, grimyorga shuna o'tirdimda, o'shandan keyin men angladim. Hozir nima sodir bo'lgan. Men rekord o'rnatdim. Ya'ni o'tiribman, boshim ushlab tushunmayapman, hayotim o'zgarib ketdi. Men bu o'zi menda hech qachon past bo'lmagan. Menda hech qachon past bo'lmagan, ishonch bilan muammo. Bu CSV tam 10x bo'lib ketdi. Shu zahoti umuman hayotim o'zgardi. Men tushundimki, bo'ldi. Men любой ish qila olaman bu dunyoda. Любой ish qila olaman. Kim nima desin, kelib qaytarsan hozir qilgan ishim. Hech kim qaytara olmaydi. Men shu narsani qildim. Hayolimda shu narsa bo'lganda. Tushunyapsizlarmi? Bo'ldi, men sindiraman degan xayolda men uyga shunaqa kuch bilan, shunaqa turtki bilan 2018-yilda qaytib kelganman. Qaytib kelib, ishdan chiqib ketib, bo'ldi, men o'sha Toshkentga keldim, u yog'i ketdi. Mana shu istoriya aylanib ketdi. Ko'ryapsizlar, ya'ni siz potensialingizni bilsangiz qayerdaligini, potensialingizni to'g'ri bahololsangiz, sizda shunga yarasha harakat paydo bo'ladi. Harakat o'z natijani olib keladi. O'z yo'lida, natijani olib keladi. Natija ishonchi beradi sizga, ishonch sizni potensialingizni ko'paytirib beradi. Va bu zamknutlik, bu davr bu. Bu davr bu. Ko'ryapsizlarmi? Ya'ni siz o'zingiz potensialingizga ishonishingiz kerak, potensial sizga harakatni beradi, harakat sizga natijani beradi, natija sizga yana ishonch qo'shib beradi. Yana ham ko'proq aylanib, yana ham ko'proq haligi qilaverasiz. Hayolingiz, aqlingiz yetgan narsalar kengayaveradi. 10 mingni zo'rg'a orzu qilgan bo'lgan inson 50 ming, 100 ming, 1 million haqida indamasdan o'ylashni boshlaydi. Eng qizig'i bu xom xayol emas, o'tirib man 1 million topaman emas, yo'q, konkretniy, realniy. Haqiqatdan ham qanday qilib bu narsani topsa bo'lishi o'sha xayolingiz kelishni boshlaydi. Va hokazo. Mana shu kvadrat eng muhim narsalardan biri muvaffaqiyatga erishish jarayonida va eng muhim joyi bu yerda, men nazarimda, bu o'zingizni potensialingiz. Siz bilishingiz kerak, qayerda o'sha chegara yotibdi, nima u chegara, kimsiz o'zi, nimalarga qodirsiz. Shu kichkinagina 80 yillik umringiz ichida, kichkinagina 60 yillik umringiz ichida nima qilib keta olasiz? Kimsiz o'zi? Nimaga aytaylik, O'zbekistonda turib, men u Amerikadagi tadbirkorlar spetsial olmayman, ular Amerikada. Nimaga aytaylik, O'zbekistonda turib, aytaylik, Xurshid To'rayevlar, Murod Nazarovlar, yana kimdirlar, aytaylik, nimadirlar qilib tashlayapti. Popdan chiqqan odamlar O'zbekistonga kelib, Toshkentga kelib, onlayn sizga qanaqa aql o'rgatyapti. Siz nimaga shu narsani qila olmaysiz? Qayerda shu jarayon, qayerda siz potensialingiz? Kimsiz o'zi? Siz o'ylab ko'ring, hatto yarmiga o'zingiz potensialingiz, yarmiga harakat qilsangiz, mana sizlarga savol.
Sizga savol. Potensialingizni 70 yoki 80% ga 1 yil mobaynida to'xtamasdan harakat qilsangiz, hozirgi kungacha nimaga erishgan bo'lardingiz? 23-yil polniy full harakat bilan o'tib ketganda, bugun 24 qanday kutib olgan bo'lardingiz? Nima deb o'ylaysiz? Sog' bo'linglar. Qaranglar. Nimaga erishgan bo'lardingiz? Men o'ylab ko'ring, taxminan yozing-da. 23-yili boshida tam 80% potensialim bilan harakat qilganimda, man 80% kuchim bilan harakat qilganimda, man nimalarga erishgan bo'lardim? Mana kimdir IELTS qo'limda bo'lardi deyapti. Kimdir IELTS qo'limda bo'lardi deyapti. Hop, man kimman? Tak. 2 pora Qur'on yodlagan bo'lardim deyapti kimdir. Tak. Bugatti olardi kimdir mana. Hop, Koreyaga ketgan bo'lardi kimdir. Boshidan temalarni qilganimda rozisda bo'lardim hozir. Boburbek aka Botir nimaga? IELTS 9, 4x bo'lardi menimcha. Amerikada bo'lardi kimdir. Qisqasi mana ko'ryapsizlar. Ya'ni Amerikada flex bilan borgan bo'lardim. Qat'iyat va tirishqorlik kuchli bo'lgan. Hop. Okay. PhDga kirgan bo'lardim. Barcha maqsadlarimga erishardim. Va hokazo. Xullas bilib turibsizlar, o'sha 40-70 ta ketyapsizlarda o'zi mashinanglar 300 ga qodir. Ya'ni o'zi 300 lik mashinada 40-70 ta ketyapsizlar. 40-70 ta ketyapsizlar. Endi masala nimada? Mana sizlarga vazifa o'tirasizlarda bitta fakt karta chizasizlar. Fakt karta nima? Fakt karta o'rtaga savol yoziladi. Misol uchun, men nimaga qodirman? Men nimalarga qodirman? Ketdi. IELTS 9 ola olmaymanmi? Albatta. 10 ta til o'rgana olmayman. Ha, nimaga o'rgana olmayman? 20 ta til o'rganganlar ham bor. Tak. Hop. Necha pul topa olaman? Aytaylik 50 million. Manimcha qo'limdan keladi. Hop, tak. Tasodifga aldanganlar kanalda 1 millionta obunachi qilsa bo'ladimi? Ha, bo'ladi, buni ham qilsa bo'ladi. Va hokazo. Ya'ni maqsadlar ham emas bu yerda, konkretno nimalarga qodir? Sizlarga oshirib yubormang yana bir marta. No kamaytirgandan oshirgan yaxshi. Shunisi ham bor. Shunisi ham bor. Va hokazo. Ya'ni bang, 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 bang. Amerika keta olasizmi? Keta olasiz. Buni qila olasizmi? Qila olasiz. Buni qila olasizmi? Qila olasiz. Va hokazo. Sizningcha potensialingiz qayerda o'zi? Va nimalarga qodirsiz? Agar teng, mana hammaga teng resurslar berilgan, teng vaqt berilgan, teng 24 soat berilgan. Nima qila olasiz o'zi? O'zingizga savol bering ko'proq. Mani holatimda og'ir holatda bo'lib turib muvaffaqiyatga erishgan odamlar bo'lganmi? Nima deb o'ylaysizlar? Bormi? Mana sizni holatingizdan og'irroq holatda yashagan, sizni holatingizdan og'irroq holatda tug'ilgan, sizni holatingizdan moliyaviy tomondan ham, sog'liq tomondan ham og'irroq holatda bo'lganda, lekin eng cho'qqiga chiqqan insonlar bormi bu dunyoda? Hech o'ylab ko'rganmisizlar? Agar bo'lsa, nima muammo siz bilan? Siz bilan nima muammo? Yana bir marta, vazifa shunaqa. O'rtaga men nimalarga qodirman deysizda, ketdi. Topar nima uchun qilyapmiz bu narsani? Mana bu kvadrantdagi potensialni aniqlash uchun. Potensialimiz qayerda o'zi? Agar bu narsani biz tushunsak, bizni miyamiz umuman boshqa rejimga o'tadi. Biz harakat qilishni boshlaymiz. Harakat qilamiz, uni oqibati natijaga olib keladi, natija ishonchga olib keladi va hokazo. Mana shu krugga tushib olsangiz bo'ldi. Tapir ketadi. Bu krugning ichida stressga o'rin yo'q akalar. Stressga o'rin yo'q. Hop, demak, badan tarbiya. Ketdik. Badan tarbiya. Yana bir marta. Potensial
harakat, ishonch, potensial, harakat, ishonch, potensial, harakat, ishonch. Potensial harakat, natija aniqroq, natija qolibdi. Potensial harakat, natija ishonch, potensial harakat, natija ishonch, ketdi. Mana shu davr aylanib ketaveradi. Potensialingizni aniqlaganingizdan keyin ishonchingiz ham juda ham katta bo'lib ketadi. Agar u odamni o'ziga bo'lgan ishonchi juda ham katta rol o'ynaydi bu hayotda. Chunki o'ziga ishonsa shunaqa harakat qilasiz, go'yoki u harakatingiz 100% natijaga olib keladigan. Bir minut qoldi. Ko'p holatda aslida bilmaymiz, natija qachon keladi, natija qanaqa ko'rinishda keladi. Misol uchun biz $10 million xohlasak, u 5 million bo'lib kelishi mumkin. 10 million xohlasa, u 100 million bo'lib kelishi mumkin. Bilmaydi hech kim. Lekin ishonch shunaqa harakat qildiradi, o'sha bo'lishi mumkin bo'lgan natijani eng yuqorisini ola olasizda. Siz uchun, tushunyapsizmi? Bugun investor bilan uchrashuvim bor. Duo qiling. Bobirbek aka, iloyim hammasi o'xshas. Tak. 15 10 sekund. Bum. Xo'p, ladno. Tak, vazifa tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Plyus bosuvchilarga vazifa tushunarli bo'lgan bo'lsa, vazifa shundan iboratki, potensialingizga nisbatan fakt karta chizasiz. Ya'ni siz kimsiz, nimalarga qodirsiz? Bu hayotda qani mana yana bir marta prosta bitta narsani o'ylab ko'ring. Mana prosta bitta narsani o'ylab ko'ring. Tasavvur qilinglar, mashinangiz bor. Mashinangiz 300 kilometr tezlik bilan yuradi. Siz butun umr qo'rqqansiz shu 300 ni bosishga. Siz butun umr qanaqadir cheklovni o'ziga qo'ygansiz va hokazo. Va siz 60, 40, 30 kilometr tezlik bilan yuribsiz. 30 kilometr tezlik bilan yuribsiz. Va vaqt o'tadi, vaqt o'tadi, vaqt o'tadi. U mashina buziladi. U mashina abadiy emas. U sizsiz o'sha mashina. Siz abadiy emassiz, o'lib ketasiz, olamdan o'tib ketasiz. No, masala nimada? Alamli joyi qachon bo'ladi? Qachonki siz tushunasiz umringiz oxirida, o'sha 300 ni birontda ko'rmaganingiz. Ya'ni shu potensialingizni oxirini ko'rmasdan o'tib ketish bu eng dahshatli narsalardan biri bo'lsa kerak. Shuning uchun gazni bosinglar, potensialni aniqlanglar, harakat shunga yarasha bo'ladi. Xudo xolisa hamma narsa o'xshaydi. Shunaqa gaplar. Sog' bo'ling, omon bo'ling, meni rivojlantiring. Ertaga ko'rishguncha.